Abdulahad aka, shu videoga kimki chiroyli, go'zal komment yozsa 100 ming so'm kartasiga tashlab beraman. G'olib bo'lgan insonni laykidan aniqlaymiz. Murodxon kartasiga 100 ming so'm beradi. Bismillah. Issiq kunida go'ja ketadi-yu. Mana bunaqa chipslar bilan. Bizda yangilik gazli ayron ham bor. Voy. Yana bir yangilik qatrollarimiz ham bor. Ketadi-yu. Davlingiz ko'tarilib ketganligi limon. Mix. Ana endi boshqada. Mana shu pistolya aranaga 5 ketaman-da. Alhamdulillah. Kadr o'rtadagi sirri bugun ochaman. Mana boshida hech kim yo'q. O'zim Andijonga yo'lga chiqdim. Yani boshida hech kim o'tirmaydi. Bir chekkasini ko'rsataman, shunaqa shtativ yasaganman. Shu shtativ orqali video syomka qilaman. Hamma aytadi, orqadagi odam yetdi, u bu ana mana deydi. Lekin unaqa asli unaqa bo'lmaydi. Kimda qanaqa bilmadim, lekin men Andijonga bir o'zim yo'lga chiqib ketyapman. Reklamalar bo'lsa, 50% skitkada aloqa chiqarasizlar. Shu hammasi bori shu. Hech kim kadr ortida o'tirmaydi. Xo'p, assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Abdulahad Ochofat keldi. Xo'p, ishxonalarda yo'q ekanlar, safarda ekanlar. Andijonda nimadir tadbirda yurgan ekanlar, shuning uchun sovg'ani ishxonaga tashlab ketyapmiz. Abdulahad sizni va obunachilaringizni kutib qolamiz. Ertaga 19:00 da Afsonalar vodiysida Korzinkani shuni orqa tarafida so'y yoqimli xarid ochilish marosimi bo'layotgan. Hammani, barchani kutib qolamiz. Shovlar bo'ladi, sovg'alarni beramiz. Aktiv bo'lganlarga xudo xolasa kelaverasizlar. Jigar, yaxshimisiz? Mana shuni Abdulahadxonga berib qo'yasiz. Tinchmisiz? Sog'lik yaxshimi? Sog' bo'lasizlar. Bismillah. Voy. Voy. Sirini ichi buni tortadi-yu. Voy. Yakka yeyish mazada. Lola ichkali filialdagi King Burger mahsulotlari. Alhamdulillah.